Spetsifikatsiya tashqi savdo shartnomasi asosida olib o'tilishi lozim bo'lgan tovarlar yoki ko'rsatilishi lozim bo'lgan xizmatlar bo'yicha ma'lumotlarni o'z ichiga olgan qadam. Ushbu qadam ikki bo'linmadan iborat. Birinchisi tovar xizmat to'g'risida ma'lumot, ikkinchisi notarif choralar. Tovar xizmat to'g'risida ma'lumot bo'linmasi spetsifikatsiya tovarlar va xizmatlar bandlaridan iborat. Spetsifikatsiya bandi quyidagi grafalardan tashkil topgan: spetsifikatsiya raqami, spetsifikatsiya sanasi, spetsifikatsiya valyutasi, spetsifikatsiya qiymati. Tovarlar yoki xizmatlar bandlari shartnomaning predmetiga qarab ushbu bo'linmada aks etadi. Bunda tovar uchun alohida, xizmat uchun alohida spetsifikatsiya qo'shish tugmasi orqali qo'shilishi lozim. Tovarlar to'g'risidagi ma'lumotlar quyidagilardan iborat: tovarning TIFTN kodi, tovarning tasnifi, tovar nomi, miqdori, o'lchov birligi narxi va qiymati. Shuningdek, yuqoridagi ma'lumotlarni namunaga muvofiq to'ldirilgan Excel fayl orqali ham yuklash imkoniyati mavjud.